Do'stlar, tenis o'ynashni boshlaganimizda eng qiyin elementlarimizdan biri bu podacha. Podachani boshidan to'g'ri o'rganishga harakat qilamiz. Chunki texnika bo'yicha agar to'g'ri bo'lmasa, keyinchalik biz qiynalamiz. Yaxshi podacha, kuchli podacha har doim o'yinimizga yutuq olib keladi. Birinchi o'rinda raketkamizni to'g'ri ushlashni o'rganishimiz kerak. Bu universalniy kontinentalniy xvat deyiladi. Bu nima degani? Raketkamizni to'g'ri ushlaymiz, qo'limizni ustidan qo'yamiz. Nima uchun bu xvat? Chunki koptokga raketkamizni olib chiqqanimizda bu nuqtada koptokni uramiz va kistimizni tepadan pastga yopadi. Agar koptogimizga aylantiramiz desak, yoniga olib chiqamiz. Agar koptogimizni kesamiz desak, yonimizdan koptogimiz kesiladi. Podachani 4 ta elementga bo'lsak bo'ladi. Birinchi element ko'rsatganimdek bu nuqta. Koptogimizni uradigan nuqtamiz. Shu nuqtamizda boshida qo'llarimizni razminka qilamiz, qizitib olamiz. Kistimizni bo'sh bo'lishi kerak. Qo'llarimizni qotirmaymiz. Shu nuqtadan koptogimizni otib oldinga olib chiqamiz. Qo'limizni kistlarimizni qotirmaslikka harakat qilamiz. Bu nuqtada qo'llarimizni bo'sh, qattiq urishimiz shart emas. Bizga qattiq urishimizni nuqtasini ushlab olishimiz uchun bu упражнениyani qilamiz. Keyingisi raketkani belimizning orqasiga, boshimizning orqasiga olib kiramiz. Shu joydan biz koptogimizni otganimizdan keyin, hozirgi o'tib o'tganimizdan keyin shu nuqtaga olib chiqamiz. Shu nuqtada kist bilan yopish esimizdan chiqmaydi. Olib kiramiz, olib chiqamiz, kistimiz bilan yopamiz. Yana olib kiramiz, olib chiqamiz, kist bilan yopamiz. Koptok bilan ko'rsatsak, orqadan kist chiqadi. Keyingi nuqtamiz bu yerda bo'ladi. Yelkalarimiz to'g'ri, mushtimiz yelkamiz to'g'risida bo'ladi. Tirsagimiz hech qayerga ketib qolmaydi. Harakat qilamiz. Yelkada diskomfort bo'lishi kerak emas. Qo'llarimiz charchoq bo'lishi kerak emas. Agar to'g'ri qiladigan bo'lsak, hammasi bemalol bo'ladi. Keyingisi orqaga yoki oldinga olib chiqib yormaymiz. Chunki orqaga olib kiradigan bo'lsak, bizga yelkada сразу же напряжение bo'ladi. Sezamiz buni. To'g'ri ushlaymiz. Bu nuqtada raketkamiz kelayotganda o'zimizga tortiladi yoki orqaga olib chiqayotganimizda burilish kerak bo'ladi. O'shanga to'g'ri bo'ladi. Shu nuqtadan koptogimizni otdik, orqaga kirdi, orqadan tepaga chiqib yopdik. Qo'shamiz. Birinchi element bilan ikkinchi element bilan birga qo'shib olamiz. Kirdi, tepaga chiqdi, nuqtani yopdik, oxirigacha olib bordik. Koptok bilan. Keyingi nuqtamiz bu hamma bundan oldingi 3 ta qilganimizni bittada qo'shishimiz. Bu raketkamizni oldimizda ushlaymiz. Nimaga bunaqa ushlashimiz kerak? Ko'plar agar tenis ko'radigan bo'lsanglar, har xil ushlaydi. Kimdir botda bo'ladi, kimdir koptogini pastga qo'yadi, tepaga, yoniga, men orasiga, rebrolarning orasida teshikka bu yoqqa qo'yaman. Nima uchun? Biza koptogimizni podbros qilayotganimizda, koptogimizni otayotganimizda o'zimizga qulay nuqtadan ochishimiz kerak. O'zingizga qulay nuqtani olishingiz kerak. Chunki menga qulay narsa sizlarga qulay bo'lishi ehtimoli kam. Chunki hammamiz bu individualniymiz. Hamma o'ziga yarasha o'ziga qulay qiladi. Shu nuqtadan bir xilda chap qo'limiz bilan o'ng qo'limiz orqaga ketadi. Koptogimizni otayotganimizda qo'llarimiz bir xilda chiqish kerak. Koptogimizni otganimizdan so'ng raketkamiz esingizda bo'lsa 3-elementga chiqadi. 3 dan 2 ga chiqadi, 2 dan 1 ga chiqadi va 1 da kistimiz bilan yopamiz. Yana otdik, raketkamiz chiqdi, orqaga kirdi, tepaga olib chiqdik, kist bilan yopdik. Agar ko'rsatadigan bo'lsak,
Ahamiyat bergan bo'lsanglar, podacha vaqtida men korpusimni oldinga buryapman. Nima uchun? Chunki raketkaga razgon berayotganimda, korpusni oldinga olib chiqqanimda raketkamni to'xtatmasdan olib chiqishga ehtimolim bo'ladi. Agar qo'lim o'zi ishlaydigan bo'lsa, qo'limda va yelkada charchoq bo'ladi. Bizga lishni kuch ketkazish kerak bo'ladi. O'shanga bemalol olib chiqayotganimizda korpus bilan yordam beramiz. Lekin podacha berayotganda korpusimizni burib olmaymiz, bellarimiz bilan bo'lib qolmaymiz. Korpus raketka bilan birga oldinga chiqadi va shu ahvolda to'xtaydi. Agar qulay bo'lsa, qadam bering. Podachadan keyin bu qadam mumkin. Esimizdan chiqmaydi. Lekin podachadan urishimizdan oldin burilib olmaymiz. Yonimizga ketib qolmaymiz. Birinchisi, kelganimizdan keyin podacha berishimizdan boshlashimizdan oldin qo'llarimiz bo'sh bo'lishi kerak. Hech qachon qotirishimiz kerak emas. Qattiq boshlamaylar. Chunki qattiq boshlaydigan bo'lsak, travmaga olib kelamiz. Jarohat bo'ladi. Yelkamiz, tirsagimiz, kist, xolagan joyingiz. O'shanga bemalol qizib olib, yelkalarimizni, qo'llarimizni qizitib olib, birinchi kuptodan kortga tushishimiz shart emas. O'yinni boshlaganimizda raqibimizga ayting, "Qo'y, razminka qilib olinglar, shoshmanglar." O'shandan keyin bemalol qotirmasdan, bemalol podacha berib, qo'llarimizni qizitib olib, kortga tushganimizdan keyin, o'shandan keyin o'yinimizni boshlaymiz. Tennis o'ynaymiz. Tennisni sevamiz.